El Clasico'da Donk Spirit jamoasi Navi komandasini yo'q qilib tashladi. Simple Face Clan Legacy jamoasi ustidan g'alabaga erishdi. E'tiboringizda Austin Major 3-setga ikkinchi kun yangiliklari. Hammaning e'tibori El Clasico'da, ya'ni Spirit va Navi komandalari to'qnashuvi. Komandalar Anubis 3 New kartasini pik qilishdi. Spirit komandasi karta boshida birinchi raundni olib 0-1 hisobida oldinga chiqishdi. Lekin ketma-ket 4 ta raundni qo'ldan boy berib, hisob 1 ko'rinishiga yetib keldi. Navi jamoasining o'yini ochilgandek ko'rindi, lekin ketma-ket Navi ham raundlarni qo'ldan boy berib qo'ydi. Avvaliga 9-11, keyin esa o'yinning 21-raundida Donk Navi komandasini botlar deb ustidan kuldi. O'yin yakunida 11-13 hisobida Spirit komandasi birinchi kartani hal qilishdi. Eng qiziq vaziyat o'yinning 24-raundida 2-1 qolgan Donk dahshatli tarzda g'alaba qozondi. Donkning o'yini juda ham kuchli va hech qaysi o'yinchi yoki komanda uni to'xtata olmayapti. Ketidan ikkinchi karta Train kartasi. Bu kartada Navi komandasi shunchaki yo'q bo'lib qoldi. Avvaliga 11-1, umumiy hisob esa 13-3. Spirit komandasi keyingi bosqichga yo'l oldi. Simple Face Clan va Legacy jamoasi to'qnashuvi. Komandalar Anubis kartasini pik qilishdi. O'yinda yaqqol Face Clan komandasi o'yinchisi Simple lider ekanligini isbotlab qo'ydi. O'yin juda ham teng kurashlar ostida o'tdi. Lekin Face Clan komandasining qo'li baland keldi. Umumiy hisob esa 8-13. Face g'alabaga erishdi. Ekranda boshqa o'yinlarda qanday natijalar qayd etilganini ko'rishingiz mumkin. Bugungi o'yinlar Toshkent vaqti bilan 20:00 da boshlanadi.